Yangilikda eshitdinglarmi? Mana nechinchidir kundan ham boshlab o'sha mashinaning nomeriga ismli yozilsa bo'ladigan bo'lib qolar ekan. Endi u kosmik kemalarimiz koinotni zabt etayotgan bir paytda ama ajoyib haqiqatda bir. Endi bizon Malibuga Malibu deb yozib olishadi endi va Gentra'ga Gentra'sidan olishadi. Monzaga ha bo'pti endi. U ashnaqa qilib bu hali men tushunmayapman. Hozir bitta viloyatga bitta olammi? Masalan 60 partiyada Feruz bitta bo'ladimi shunda? Biz Feruzlar o'zi bir 10 kishimiz shunaqamiz Andijonda. Uni ajab talashib olmaymiz u. Bu qo'yan haligi bitta ismiga 10 ta boy bo'lib ketganlar bor va palonchi yiplar ular qanday olishadi? U auksion bo'lib haligi bahchada eshitgan pullarimizga chiqib ketadimi endi narxlari? Men o'ylashim bo'yicha haqiqatda bu endi umuman ham bir harakat qilib bitta oshnam prava ola olmayapti. Prava degan nomer beraman deyapman. Bitta oshnamga bir harb deganini zakaz qilib berishim kerak. Yashib o'zi mashinasi yo'q va peshanasiga qadab qo'ymasam o'zi shunaqa belgi yetmay turibdi bolaga.